Madinadagi ilon voqeasi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Ushbu hikoyamiz keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'ling. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. Peshana teri bilan topgan jamg'armasidan zakot bergan dehqon bir do'sti bilan haj safariga otlandi. Dehqon zakotni ado qilganidan keyin qolgan pullarini belbog'iga o'rab, beliga mahkam qilib o'rab oldida yo'lga ravona bo'ldilar. Bir necha kun yo'l yurib Madinaga yaqin qolganida bir karvonsaroyga to'xtadilar. Peshin namozini o'qishga niyat qildilar. Tahorat olish uchun chiqib turgan buloq suvlaridan birining oldiga borib o'tirgan dehqon biroz xordiq oldi va tahorat qilib namoz o'qidi. Keyin esa do'sti bilan Madina tomon yo'l olar ekan, belidagi pullarini bog'lagan belbog'ini tahorat olgan buloq yonida unutib qoldirganini bildi va qaytsammikan deya o'ylanib qoldi dehqon. Oradan ancha vaqt o'tgan, allaqachon kimdir topib olib ketgan bo'lsa kerak. Odam gavjum joy bo'lsa, mayli. Ammo bir umr yiqqan boyligim o'sha edi-ya, deya o'ylardi xayolida dehqon. Xullas dehqon do'sti bilan haj ibodatini chiroyli tarzda ado etdilar. Keyin esa yana o'sha yo'l orqali ortga qaytdilar. Dehqon o'sha pulini unutib qoldirgan buloq bo'yiga negadir oshiqdi. Ammo u buloq bo'yiga hech kim o'tmayotganidan taajjublandi. Shunda dehqon o'sha buloq tomon yurgan edi, odamlar uni to'xtatib shunday dedi: "U buloq bo'yiga borma. U joyda katta bir ilon bor. Yaxshisi boshqa buloqlardan birida tahorat olaver." Bunday gaplarni eshitganidan keyin dehqonning qiziqishi yanada ortdi va dedi: "Yo'q, men o'tib ko'raychi, qanday ilon ekan." Dehqon buloq bo'yiga o'tib ne ko'z bilan ko'rsinki, belboqqa o'ralgan pullari turar edi. Dehqon xursand bo'lib pullarini olib, yig'ilgan odamlarga bo'lgan gapni aytib berdi. Shunda odamlar orasidan bir ilmli ulamo shunday dedi: "Ey musulmonlar, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini eslanglar. Kimki topgan molidan Alloh uchun zakot bersa, Alloh uning molini o'g'ri va har xil talafotlardan asraguvchidir" deganlar. Ushbu birodarimiz ham zakotni o'z vaqtida Alloh uchun berganligi uchun bu belbog'idagi pulni Alloh taolo odamlar ko'ziga ilon shaklida ko'rsatgan va natijada ushbu omonatni o'z egasi kelgunicha saqlagan. O'z bandalarini omonatlarini saqlovchi mehribon Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin.